Do'stlar, xullas mana bu yerda pompamiz joylashgan. Mana shu nasosimiz, pompa nasosimiz. Mana shuni yechishimiz uchun biz vertikal mashinamizni gorizontal holatga keltirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, do'stlar, mana shu mashinamizni gorizontal holatga o'tkazib oldik. Hozir mana bu pompa nasosimizni, shu pompa nasosimizni yechib olishimiz kerak bo'ladi. Yechinishi mana bunaqa bo'ladi. Ikki samarasi bor mana bu yerda. Mana shu samarasini yechib olishimiz kerak bo'ladi va ichiga nazar solamiz. Do'stlar, mana men pompa nasosimizni chiqarib oldim. Shu pompa nasosimizni hozir samarasini yechib, ichiga biror narsa tiqilgan, buning uchun tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, hozir nasosimizni bir ishlatib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bizda tiqindi ko'rinmadi yoki biz mana buni chapga ushlaganimiz uchun yo mana bu shlangda muammo bo'lishi mumkin, tiqindi bo'lishi mumkin yoki davomida yoki umuman aylanishda, hozir mana bu aylanishda muammo bo'lishi mumkin.